Markaziy Osiyo tarixida ilk bor o'tkazilayotgan Buxoro Biennalesi boshlanganiga 40 kun bo'ldi. Shu o'tgan vaqt oralig'ida mazkur loyiha tarix va zamonaviy san'at, hunarmandchilik va gastronomiyani uyg'unlashtirilgan ko'p qirrali yirik madaniy tashabbus sifatida dunyo ijodkorlarining asosiy diqqat markazida bo'lmoqda. Avvalo bir jihatga e'tibor qaratmoqchimiz. Eski shahar qiyofasini tubdan o'zgartirgan installyatsiyalar, O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan tashkil qilingan bu ko'rgazmalar qadim obidalarga o'zgacha ruh bag'ishlayotgandek. Yorug'lik, ovoz, interaktiv texnologiyalar va turfa obyektlar asosida yaratilgan asarlar tomoshabinni hayratga solishda davom etmoqda. Qadim shahar bugun Biennale olamiga to'la sho'ng'igan. Bir maydonda konsert sadolari yangrasa, boshqasida rassomlar asarlari ko'zni quvnatadi. Yana bir yerda ijodkorlarning mahorat darslari ustidan chiqasiz. Biennaleda bir necha asrlik tarixga ega, ammo ma'lum sabablarga ko'ra vohada yo'qolish arafasida bo'lgan 16-asrda keng tarqalgan kitobot va obro' san'ati targ'ibotiga ham keng o'rin berilgan. Hozirgi kunda mana shu Biennale ishtirokimiz jarayonida biz o'z installyatsiyamiz yaratgan joyimizda, ya'ni Gavkushon madrasasida mahorat darslarini ham o'tib kelyapmiz. Chunki bu mahorat darslari nafaqat bizning sayyohlarimizga, mana shu installyatsiyalarni ko'rishga kelayotgan tomoshabinlarda ham juda bir qiziqish uyg'otyapti va juda ko'p savol tug'ilyaptiki, bu qanday qilib suvda chiziladi? Nimasi bor? Nima uchun ranglar cho'kmasdan o'z muallaqligini saqlab qoladi va ranglarning uyg'unligini qanday qilib siz qilyapsiz degan savollar bo'lyapti. Ularga mana shu narsani tabiiyligini ko'rsatib berish uchun va juda bir bu uslub oson. Har bir inson faqat mana shu o'z ruhiyatidan kelib chiqqan holda suvga chizar ekan, bu narsa hech qachon takrorlanmaydi, bir xillik bo'lmaydi. Shuning uchun aynan bu ham insonni ruhan jihatdan bir bosiqlikka chorlaydi. Tayyorlanadigan ranglarimiz bu minerallar. Toshlardan ezib ishlangan yo bo'lmasa indigo, har xil o'simliklarni, ishqorlarni qo'shib, shunda suvga qo'shganimizda suv quyuqlashadi va ranglarning cho'kishiga qo'ymaydi. Bu ham tabiiy. Berayotgan ranglarimiz suvda muallaq turadi va biz shu tasvirni to'liqligicha qog'ozga tushirib olamiz. Buxoro Biennalesi UNESCOning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan ko'plab asori atiqalar joylashgan hududda tashkil qilinishida ham ramziy ma'no bor. E'tiborlisi, bu yerdagi ayrim yodgorliklar uzoq yillardan so'ng ilk bor sayyohlar uchun o'z eshigini ochdi. Shu bilan birga ulardagi o'tmish qaytalanishini ifoda etish maqsadida karvonsaroylarda, xonaqolarda, muzeylarda Buxoro shash maqomi ham alohida jarang sochmoqda. Xalqaro Biennale festivalida birgina rassomchilik yo'nalishida emas, balki mana shu festivalda ishtirok etayotgan rassomlar hamda qolaversa mehmonlar uchun bir nechta konsert dasturlari tashkil etilgan. Mana shu konsert dasturlarida bizlarning ham chiqishlarimiz rejalashtirilgan. Konsert dasturlarida Buxoro shash maqomidan asarlar ijro etyapmiz. Xalq kuylari bilan ijro etiladigan asarlardan, qolaversa Buxoro folklorlari, ya'ni buxorcha xalq qo'shiqlaridan asarlarimiz o'rin olgan. Bu konsert dasturlarimizni har bitta kelgan chet ellik mehmonimiz shunchaki tinglab emas, qolaversa ularni jon qulog'i bilan tinglab, dam olib, miriqib tinglashini biz guvohi bo'lyapmiz. Xalqaro ko'rgazmaning har bir eksponati o'ziga xosligi, ramziy ma'nolar kasb etishi bilan diqqatni tortmoqda. Bugina emas, dunyoning turli davlatlaridan kelgan musavvirlar, hunarmandlar, dizaynerlar, san'atkorlar, soha mutaxassislari uchun Buxoro Biennalesi muloqot maydoni vazifasini o'tamoqda. It's very fantastic and amazing. Bu yerdagi san'at turlari rostdan ajoyib va juda ta'sirli. Bularni tomosha qilganda xotirjamlikni his qildim. Barcha suratlar shunday nazarimda balki. Buxoro sehrli va tarixiy shahar. Men Buxoroda zamonaviy san'at ko'rgazmasini ko'rib, nihoyatda hayratlandim. Odatda Buxoro deyilganda faqat tarix, qadimiy binolar esga tushadi. Ammo bu yerda zamonaviy rassomchilik asarlarini ko'rib, ularning ham naqadar yuksak saviyada yaratilganiga guvoh bo'ldim. I'm 50 years old. Yoshim 50 da. Buxoroga birinchi marotaba tashrif buyuryapman va bemalol ayta olamanki, yarim asrlik umrim davomida men guvohi bo'lgan eng qadimiy shahar Buxoro bo'ldi. Avval Toshkent, Farg'ona va Samarqand shaharlarida bo'ldim. Keyingi manzil Buxoro edi. Hamrohim bu yerda katta festival bo'layotganini aytdi. Biennalega kelib esa men nafaqat o'zbek ijodkorlarining ishlarini ko'rdim,
Qolaversa, dunyoning turli tomonlaridagi falsafani o'zida akslantirgan zamonaviy san'at asarlarini ko'rib, juda xursand bo'ldim. Xullas, bir so'z bilan aytganda, Buxoro men uchun qiziqarli shahar sifatida taassurot qoldirdi. Beynali Buxoroning 14 ta qadimiy obyektda tashkil etilgan, ammo uning qamrovi 500 dan ortiq asor atiqalarga ko'chib o'tgandek. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, yana bir oydan ko'proq vaqt davom etadigan san'at festivali hech shubhasiz qadim shahar dovrug'ini yanada oshirishga xizmat qiladi. From USA, Washington State. My name is Ben, and I've been here for 7 days. Men Amerika Qo'shma Shtatlaridanman. Shahringizga 7 kundan beri mehmon bo'lib turibman. Juda ko'p ajoyib insonlar bilan tanishdim. Bilasizmi, butun Markaziy Osiyo menga xuddi o'z yaqinidek yaxshi munosabatda bo'ldi. Buxoro esa, rostini aytsam, juda chiroyli shahar. Odamlari ham samimiy. 80 dan ortiq dunyo davlatlari bo'ylab sayohat qilgan bo'lsam, har shahar, har bir davlat men uchun o'zgacha nom bilan taassurot qoldirgan. Buxoroni esa issiq yurt deb atagan bo'lardim. Sababi havo harorati, odamlari, bunaqa go'zal binolar, xalqaro festival, xullas barchasi ko'ngilga yaqin holatlar. Bundan ortiq nima deyishni ham bilmayman. Sayohatim juda ajoyib bo'ldi, lekin ketishim kerak. Balki bir kun qaytib kelarman. Hammasi uchun rahmat. Buxoroda o'tayotgan ilk san'at bienalisi qadim shaharda ijod qilayotgan hunarmandlarning o'z ishlanmalarini namoyish qilishi uchun ham katta maydon vazifasini o'tamoqda. Bugun nafaqat xorijning mashhur rassomlari yaratgan installyatsiyalar, balki oddiy qo'l mehnati bilan tayyorlangan buyumlar ham mehmonlarga hayrat ulashyapti. Loyga mehr berib, turfa o'yinchoqlar yasash hunari ham qadimdan Buxoroda urf bo'lgan. Bienaliga alohida tayyorgarlik ko'rgan ustalar jimjimador hushtaklari orqali san'at ixlosmandlariga o'zgacha kayfiyatni hamroh aylayapti. I mean, it's beautiful and you can see the craftsmanship, and I like Ko'rinishining o'zi kishi e'tiborini tortadigan loydan yasalgan o'yinchoqlar hushtak chalishi bilan yanada qiziq. Hatto ularning yaratilish tarixi bilan ham tanishyapmiz. Asosiysi, bunday o'yinchoqlar mutlaqo xavfsiz va men undan esdalik uchun xarid qildim. Bu yerda hushtakchalarning har xil shakldagisi va rangdagisini ko'rdim. Uni yasalish texnologiyasi ham bir qarashda oddiydek, ammo o'z siriga ega ekan. Qadimiy hunar turining shu qadar e'zozlanishi esa tahsinga sazovor. Understand how they can shape them to make the sound. Bu yerdagi har bir buyum kishida fantastik olamga tushib qolgandek tasavvur uyg'otadi. Har bir hunarmandchilik namunasini sinchiklab tahlil qilyapman. Ranglar uyg'unligi bu shunchaki yuksak mahoratning mahsuli. Biz bienali sabab Buxoroga tashrif buyurganimizdan juda xursand bo'ldik. Bu joyda katta rassomlarning ishlarini tomosha qilishni rejalashtirgan edik. Ammo qadim shaharning uzoq tarixiga hunarlari bizni juda hayratga soldi. Oddiy loydan yasalgan bunday namunalar Yevropa davlatlarida ham ko'p uchraydi. Ular bilan solishtirganda bu hushtaklarning har biri 2000 yillik tarixga ega ekani, undan shu hududga ohang taralishi ustalarning qanchalik mahoratga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Ochig'i, mahorat darslarida ishtirok etish, bu hunarni o'rganish fikri paydo bo'ldi. Buning uchun esa Buxoroga albatta qaytib kelishni reja qilib qo'ydim. Mana 30 yildirki kulolchilik hunari bilan shug'ullanib kelayotgan buxorolik Azamat Navshanov ham bienaliga qizg'in tayyorgarlik ko'rdi. Murakkab installyatsiyalar qatori oddiy loydan yasalgan bu buyumlar san'at bayramining jozibadorligiga oz bo'lsa-da hissa qo'shmoqda. Hushtaklar tarixiy hisoblanadi. Afrosiyobdan, Poykentdan topilgan. O'shani endi davom ettirib kelamiz. O'sha an'anaviy narsalar. Bu tabiatda uchramaydigan hayvonlar yasalgan asosan. Bular o'yinchoq emas, endi tarixiy esdalik sovg'asi hisoblanadi. Bienali yaxshi narsa. Mutaxassislar kelganda, masalan, o'sha san'atda, o'sha tarixda qiziqqan odamlar kelganda, shunisi bilan farq qiladi. E'tiborli tomoni ilk Buxoro bienalisida ishtirok etayotgan hunarmandlar mehmonlarga mahorat darslarini o'tkazishyapti. Bu esa qadim hunarmandlarimizning targ'iboti uchun xizmat qilmoqda. Qolaversa, zamonaviy san'at festivalini tomosha qilishga kelgan mehmonlarning har biri bunday jimjimador buyumlarni o'z yaqinlari uchun xarid qilmoqda. Bu ularning O'zbekistonga bo'lgan qiziqishi ortishiga zamin yaratadi. Eng asosiysi, ko'hna kentning tarixiy qismidagi har manzilda shu kabi noodatiy hunar va san'at mahsullari Buxoro bienalisining asosiy mazmun mohiyatini o'zida aks ettirmoqda.